Beni kechiring aytdim. Biz maskanmaymiz. Bekliyor. Sen oldu ya. Bugün vaqtida kelib qolmay qoldim. Sizga degan azroq gaplarim batdi. Bekliyor. Men rostga qilsam sizni tunji qatim ko'rgan vaqtdan boshlab ham yaxshi ko'rib qolibman. Shunga agar siz xohlasangiz mening qiz do'stim bo'lishni xohlaysiz. Beni kechiring aytdim. Biz maskanmaymiz. Ha? Nima ish qil? Mening opam bilan dadam yo'q. Bir singlim bor. 8 yildan buyon hammam singlim ikkimizning oldidan xabar aytadi. Biz hammam bilan bir uyda turyapmiz. To'liqsizni bitiribla mening o'qiydigan sharoitim yo'q. Men to'liqsizni bitirib ishlashga boshlagan. Yaqinda hammam bir to'y qilib ajrashgan, turmuga kirib chiqqan, qimorvoz o'g'liga meni yotiq qilma deganda qo'shilmasam so'lim ikkimiz uydan chiqarib etdi. Bardigan yerimiz yo'q. So'limni yengemni uyda turyapti. Ash qimorvoz akam qo'yib etgan xotini bog'u shu yengemni uyda turyapti. Men davomli bunday yengem yo'lini olsam bo'lmaydi. Men taximi yaxshi ishlab, taxim ko'p pul tepib, singlimni oliy maktablargacha o'qitishim kerak. Siz bilan men mayli kichik vaqtimizdan tortib cho'ng bo'lgan oila sharoitimiz bo'lsin, dunyo qarashimiz bo'lsin. Hech qasiyatdan mos kelmaymiz. Yıldızımızdan mos kelmaymiz. Mübalağa qarlaylisi əmən çaplıqı sizni hər xil ayaqlar kasalliklaridan xalos qiladi. İşlatmayan sizli qaldınız. Menimcha sizga cho'qim oila sharoitingizga xil keladigan, sizga mos keladigan yaxshi qiz oldim bir sizga. Siz cho'qim baxtliksiz. Menmi shu. Biz hozir ko'ngilning kayniga kirib muhabbatlashib olgan bilan har bir bu ishimizning oxiri chiqmasa kechiring aytdim. Bekliyor. Meni baxtli qildig'ini men yaxshi ko'rgan, ham men yaxshi ko'rgan qiz bola. Mening hargiz sizning o'tgan kunlaringiz, oila sharoitingizga asoslanib sizni yaxshi ko'rmaslikka bahonam yo'q. Bu filmning davomini biz O'zAvoz salonidan ko'ring. Salon nomeri bosh betda bor.